Assalomu alaykum Tezkor Aviya obunachilari. Xudo xolasa bugungi videomizda Turkiya shaharlaridan Toshkentga hamda Istanbuldan Farg'onaga qaytish biletlari, ya'ni obratga bilet narxlari bo'yicha to'liq ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beramiz. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, inshaalloh onlayn biletlarni xarid qilish tartibini ham tushuntirib berib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum Bobur aka. Alaykum assalom aka. Endi Bobur aka shu qaytish biletlarini narxlari bo'yicha ma'lumot bersangiz aka. Hop, Istanbuldan Farg'onaga uni bitta bagajlisi 3 million 100 ming so'm chiqadi. Ikkita bagajligi 3 million 800 ming so'm chiqadi. Istanbuldan Toshkentga bez bagaji 2 million 800 ming so'm, bagajlisi 3 million 250 ming so'm chiqadi. İzmirdan Toshkentga uni ham bez bagaji 2 million 670 ming so'm, bagajlisi 3 million 300 ming so'm chiqadi. Anqaradan Toshkentga bez bagaji 2 million 550 ming so'm, bagajlisi 2 million 900 ming so'm chiqadi. Xudo xolasa akalar, endi Bobur aka mana shu biz obunachilarga, musofirda akalarga narxlarimiz ma'qul kelsa onlayn biletni bron qilish tartibi bo'yicha ham bir ma'lumot bersangiz aka. Biz masofadan turib aviabiletlarimizni rasmiylashtirib beraveramiz. Qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar, shu ekranda nomerlarimizni Telegram bor. Telegram orqali pasportingizni tashlasangiz, aviabiletingizni rasmiylashtirib, PDF variantini Telegramingizga tashlab beramiz. Shu bilan uchib kelaverasiz. Aviabiletimiz elektronniy variant bo'ladi. Xudo xolasa endi ofisga kelmoqchi bo'layotganlarga aka manzilimizni ham tushuntirib o'tsangiz. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar sentrida Tojimahal ro'parasida. Xudo xolasa akalar, farg'onaliklar bemalol ofisimizga tashrif buyuringlar. Boshqa viloyatdan hamda qaysi obratga biletlarini yozdirmoqchi bo'lganlar bemalol ekranda raqamlarga aloqaga chiqsalaring, telegramlarimiz ishlab turibdi. Sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib, o'sha kundagi narxlarni aytib berishaveradi. Misol hozir buni ehtimol bu videoda 1 oydan keyin, 2 oydan keyin ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Aynan o'sha kunda narxlarini Bobur akamlar o'zlari chiroyli qilib sizlarga yetkazib berishadi. Tezkor Aviya bilan ishonchli, xavfsiz biletlarni xarid qilish imkoniyati sizlarda bo'ladi. Ekranda raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bobur aka, rahmat.